Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu videomiz qurilish qilayotgan akalarimizga tegishli tom haqida video qilyapmiz. Mana ustakalarimiz temirlarni tushiryapti. Tom haqida ma'lumot beramiz sizlarga. Tom qismini temirdan tayyorlab beryapmiz. Kantining mahsulotida. Bu tomimiz mansarda bo'lyapti. Ichlarida bemalol odam yuradigan holatda. Ishlarini ham ikkinchi tash qilib uyib yuborsa ham bo'ladi. Mana. Bu tomimiz yangicha usulda doppeli variantda bo'lyapti mana. Doppeli variantda. Mana bu tomonlarini ham nollarini chiqarib ustakalarimiz ko'tarishib tayyorlashyapti. Tiklanayotgan variantini endi xudo xolasa boshlamoqdamiz. Yana bir ma'lumotni berib o'tkazmoqchiman. Yog'ochni o'rniga, to'sinni o'rniga mana shivillerlarimizdan qilib berganmiz. Shivillerlarni ham qanaqa eng baqotidan qilganmiz mana. Ichida lapchasi bordan qilganmiz. Mana aziz obunachilarimiz, aziz yurtdoshlarimiz e'tibor beraverasizlar. 5 metrga dur loy bosasimi, tepasiga pol qilasimi, egilmaydi, bukilmaydi, kafolat beramiz. Bu tomimizni afzallik tomoni vaqti bemahal yong'in bo'ladi, boshqa bo'ladi. Yonmaydi yong'inda, egilmaydi, chirimaydi. Loy bossa, yuk tushadigan taqdirda ham egilmaydi. Issiqqa bardosh beradi xudo xolasa. Tepadan olib pastdan ko'rinish holatlari. Kimdaki shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu ustagamizga aloqa qilib ko'rasizlar. Ortepada nomeradagi ustagamiz. Temir tosh xizmatlari bo'lsa, Bahodir tog'amga aytaverasizlar. Yurtdoshlar, hamma mana shu yerda. Mashina ham minmas. Ustagalar charchamayapsizlarmi? Mana zakotobga bo'layotgan qo'ronlarimiz. Pastga tayyorlab olib, tepaga olib o'rnatyapmiz. Xudo xolos kuch tomonlar